o'ttinchi Niyaz dadisidan qolgan eshakda jangaldan o'tin to'shib, kunlarini g'o'rigil o'tkazar ekan. U shivirg'anliq bir kuni jangaldan o'tin akilayotsa, 8 yoshli bir qiz ko'ni tam tuvida ingrab, titrab yotqudek. Qizning qosh kirpiklarini oppoq qaro bog'lab ketgan bo'lib, yalang oyoq putlari sovuqdan ushib qolayli deb qopdi. Niyaz eshakdagi o'tinlarni tushirib etib, qizga kurak juvasini kiygizib, belidagi potsada putlarini o'rab, eshakka mindirib akitibdi. Qizning ismi Sohiba bo'lib, dadasi o'lib ketgandan keyin o'gay onasi uni uydan chiqarib etgan ekan. Sohiba kunlarini tilamchilik bilan o'tkazadi ekan. Niyaz o'zi yemay ichmay qizni turmushdan qismay beqib cho'ng qipti. Sohiba 17 yosh, Niyaz 24 yoshga kirganda nikoh o'qitib, er-xotin bo'lishibdi. Bir kuni Sohiba eriga akilab ko'ngillikini debdi. Niyaz, bir uloq o'tinning ozgina puli bilan qachongacha namratchiqcha yashaymiz? Shaharlarda ish ovqat ko'pmish. O'g'u shundoq Sohiba. Biroq butun noshoyan ishlar shahardan chiqadi. Siz bo'lsangiz to'liq chiroyli ham yosh. Biror buzuqlarga oldinib ketarmikin deb ansirayman. Ah jinim Niyaz, siz menga hayotlik berib do'zaxdan qutqizgan shafoatchim tursangiz, vafosizlik qandoqmi ko'nglimga siqqay. Xotin kishiga ishinib dog'da qolgan erlarmi ozmi? Debdi Niyaz beshini chayqab. Hava anammu, hava atamga vafosizlik qilib 40 yil ayrilib ketibdi ekan. O'ylab ko'ring. Siz meni 8 yil beqib balog'atga yetkazsangiz, onda nikoh qilib 10 yil uy tutdik. Shundoq turg'liqmi, menga ishonmamsiz? O'g'u shundoq. Lekin odamiy shayton yomon. Sizni ezib ketarmikin deyman-a? Agar men sizga vafosizlik qilsam, chiroq bag'rimda ko'ysin. U dunyo, bu dunyo tuzko'r bo'lib, tongli qiyomat kuni yuzim qora qo'pqay. Go'rimda yilon chalayanlarga hamra bo'lay. Vafosizlik qilgan kunim butun tenim poch-pirat bo'lib, tin tatmay o'lay. Niyaz xotinining ahdu qasamlariga ishinib, shaharga berishga ma'qul bo'pti. Ular yo'lga chiqib cho'lga kelganda orom opdi. Niyaz xotinining quchqiga beshini qo'yib, ko'zi amdili uyquga ketgan ekan, kimdir birining ovozini anglagandek bo'pti. Ko'zini ochib qarasa, bir otliq boyvachcha Sohibaga imo ishoratlarni qilg'ash gap qilayotgandek. Hey, sohib Jamol farishta, sen o'sha jo'ldir kepan divoniga zoyi ketibsan. Men bilan birga bo'lsang, dunyodagi huzur halovatni ko'staman. Kim xo'p to'llag'i o'rayman. Zibo zinnatlar bilan go'yoki malika zodining o'zi bo'lasan. Boyvachchaning taqturqi, chiroyli gap so'zlariga mahliyo bo'lib qolgan Sohiba bo'lsa, erining beshini ko'tirib yerga qo'yibdi-da, o'rnidan turibdi. U eri Niyazga qarabmi qo'ymay, otliq boyvachchaning qishig'a g'ipildab ketib qopdi. Niyaz qancha yalvorib yelinsimi, Sohiba qilgan butun ahdu vafo qasamlarini unutib, boyvachchaning etining oldiga mingishib ketib qopdi. Shahvoniy nafsi balasida taqatsizlangan boyvachcha etini qamchilab bir cho'ng qum dövisining oqisiga o'tibla otdan tushibdi. Hem Sohibani ko'tirib elib qumga yotqizmoqchi bo'pti. Lekin Sohiba kichik tarat qilib olay debdi-da, bir qum barxanning oqisiga o'tib, uzun o'tmayla qattiq chirqirab ketibdi. Boyvachcha qarg'udak bo'lsa, bir osh bo'ra Sohibani ostiga besib talavatqudek. Qo'rqib ketgan boyvachcha etiga minib qochib ketibdi. Uzun o'tmayla iz qo'g'lab kelgan 4-chi Niyaz xotinining poch-poch bo'lib ketgan jasadini qumliqqa dafn qilibdi. Ham ey Tangrim, tuzkorlarga qahrangning munchalar tez ekanligini bilmabdiman. Tov qildim, tova.
deb Tangriga seg'inibdi. Doston so'zlab tamig'i qurib ketgan Naima so'g'oq ichimlikdan bir yutum ichdi. U ingak tirab o'ziga qarab turgan opsi Xalayga illiqqina kulib qo'yib, "Bo'lamdi ekan" deb qo'ydi. "Tugudimi?" Xalay qiziqib qolgandek qilardi. Dostonning oxiri meni xeyli ta'sirlantirdi. "Nadikini tugusin?" dedi Naima burni uchidagi ushshaq tarlarni qo'l yog'lig'ida surtib etib. 4-Niyoz bilan Xonbonu bir kun ko'rishmasa chidayamaydigan darajada bir-biriga amroqlab ketibdi. Bundan xabar topgan Ashraf vazir o'zining izzat hurmati, shon shuhrati, amal inovati, nasab shajarasining bulg'anishidan, sapchilikka qilishidan ansirab 4-Niyozga nurg'un oltin kumush va'da qilib, bu yerdan yo'qol debdi. Shundaqdimi Xonbonu bilan Niyozning uchrashishi uzilmabdi. Ashraf vazir 4-Niyozni qattiq urdirib etibdi. Xonbonu uni bir o'nkirda beqib saqaytibdi. Ammo savr toqati tugagan vazir 4-Niyozni bir tog'og'i solib, necha yuz g'ulash hongdan daryoga tashlab etibdi. Bütün vapa aqidasi, ishqi muhabbati, ishonch umidini 4-Niyozga atagan Xonbonu o'sha hongdan o'zini daryoga tashlab, pok muhabbati yo'lida sadoqatini bildiribdi. Naima chiroyli ko'zlaridan sirg'ib tushgan o'nchidagi yosh tomchilarini barmoqlarida surtdi. Buni ko'rgan Xalay qiziga echingan ham suyungan holda bosh chayqadi. "Jinim qizim, siz nemancha romantika? Men sizdan rostilla ansirab qoldim. Xonbonuning ko'ngli o'tinchiga tushgan bo'lsa, siz ko'murchiga oshiq bo'lib qolmasangiz bo'ladi-ku." Xalayning tarabba bir ish esiga keldi bo'g'ay, qiziga lappada qaradi. "Voy, esim qursin. Ko'murchining gapini qilib esimga kelayotdi. Heliqa tomoq etadigan cho'kanning ismini qo'ymi unutib qolmana?" "Oyat bu. Yangi kagashga men bu ba'zida esimga olamayman." "Ha, shu oshpaz cho'kan, oshxona, choyxona, parqazonlarga qolaydigan ko'mir tugidi deganti. Ayazkanga demadingizmi? Qarasam xotin ikkisi bak oldirash ishlab etibdi. Deyishga tilim ko'ydi. O'zim ko'chaga chiqib tursam, dadingiz xafa bo'ladi. Vaqtingiz yetami? Bo'ladi, apa. Kitob ko'rgash o'tasam, xalta ko'mir sotadigan bolalar kelib qolar. Bo'pti, sizning odatda chiroyingiz echilmagani bilan ashundaq ko'murchi, o'tinchi, yog'ochchi, mo'zdo'z, dehqon degandek avomni ko'rsangiz, birdamdili icha kishiblik etasiz. Apa, 2-3 kunda bir qatam xalta ko'mir ep nima avarchilik? Dedi Naima tumshug'ini ushlab. Biror mashina yoki horg'ilab tushirvasak bo'lmamdi. Dadingiz jiq ko'mirni to'shib bo'g'icha ho'yliga yeyitilgan choqchuqlarni maynab qilib deb ansiraydi ekan. Naima qizirib ketdi. Sizdan bir gapni so'ray deb xeyli bo'ldi, so'ramay kelyapman. Qani so'ram, chamamning yetishicha javob berman. Lekin shartim javobingizga hargiz o'sma qo'ymang. Qiziqdasiz. Nima deydiganingizni bilmay turib, javobimga qandoqcha o'sma qo'yay? Ijtimoiy havosi dimiq ham bulg'angan. Chiroylar sun'iy, muomalalar yasalma, yeji ishlar yolg'on. Qaqoqlab kulishlarga hilimikir singan. Manfaat ko'yida bir-birini setishgan. Amal ham shuhrat uchun razillikdan yonmagan. Yuzini qachatlab ishitib olib, men semiz deb maqtanadigan illatlar bo'lmagan joylarmi bormi? Jannat. Chaqchaq qilmang, mening savolim astoydil. Haqiqiy chin hayot, chin turmush, chin inson. Meningcha manfaat honglari ancha chonqur bo'lmagan ana shu o'tinchi, ko'murchi, kasb, hunarvalla, olqonlari qadoqlashib ketgan dehqonlar orasida deb bilaman. Jinim apa,
Naima Xalayning bo'ynidan quchoqlab oldi. Siz mening farishtadek opam. O'qituvchilig'ingizni tashlamagan bo'lsangiz-chi? Naima, anglang, bu nima ovoz? Kömür, kömür. Hey, xalt kömür. Sirtdan kömür, kömür, hey, xalt kömür elib elinglar degan ovoz qayta takrorlandi. Hey, kömürçü bala, bizning uyga 3 xalt kömür tushirib bersangiz-chi? Bo'lamdi? Bo'ladi, xon qiz, bo'ladi. Kömürçü bala harvisini yo'l chetiga tortib to'xtatdi. Ondan o'zi likkada sakrab tushib, Naimaga lappida ko'z tashladi. Ajab tembel, qamlashgan bola ekan-a? degan o'y shu hamon Naimaning ko'ngliga soya selib o'tdi. Xon qiz, yo'l boshlamsiz. Kömürçi bala 2 xalta kömürni dastalab murisiga elib, yana bir xaltini qo'ltiqlab olgan edi. Qo'ltig'ingizdagi xaltaning bir quliqini men ko'tarib beraymi? Naima darhol yenib keldi. Voy, bo'ldi. Kömürçi bala qop-qora 5 barmoqini chiqarib to'sdi. Qo'llaringizni maynat qilib olasiz. Qo'ltig'ingizdagi xaltaning bir quliqini men ko'tarib beraymi? Naima darhol yetib keldi. Voy, bo'ldi. Kömürçi bala qop-qora 5 barmog'ini chiqarib to'sdi. Qo'llaringizni maynat qilib olasiz. Naimaning boshlashi bilan xalt ko'mirlarni ko'targan kömürçi bala ko'rkam bezalgan chilon rang cho'ng darvozaga ko'rinibgina qadam oldi. U yo'llarga rangdar chaqchuq yetilgan cho'ng qo'rg'on sal aylanib qoldi. O'ng tarafda 18 palampaylik ko'tirma bino hayvatli qad ko'tarib turibdi. Palampay shunchalik kengaytdiki, o'tiraga qip-qizil poyanda selingan bo'lib, ikki tarafidagi bir g'ulashdak palampay bosqichlarga tashtak gullar tizilgan edi. Binoning hoyliga qargan derazalarining to'rt atrofiga o'rnatilgan yopirmoq shaklli gaj qopartma gullar so'z havo rangda bo'lib, binoga baxtli chiroyli husn qo'shgan edi. Hatta oshxona, choyxonalarning taxtayli keng saynalari atrofiga naqshlangan qop-qora to'mir salasullar o'rnatilgan bo'lib, salasun ustiga chilon rangli yog'och baldoqlar bekitilgan edi. Darvozadan boshlangan yo'l dachining oxirigacha davomlashib, gul taxchilar, olma, o'rik, shabdol, gilos qatorlarining o'ttirlaridagi chig'ir yo'llarmi rangli chaqchuq edi. Naima kömürçi balani boshlab choyxonaning yerasti bo'limiga elib kirdi. Bu yerga Shanxayda ishlangan tor qozini o'rinlashtirilgan bo'lib, bir bulongda ko'mir to'kilgan yog'och sandiqmi bor edi. Kömürçi bala ko'mirni to'kib etgandan keyin tomg'i yo'laglik to'mir kurakni oldida chechilib ketgan to'mir uvoqlarini pokiza qirib yog'och sandiqqa tashladi. Naima uning chaqqan harakatlariga zo'qlanib qarab turardi. Kömürçining kang manglayliq bejirim yuzi qop-qora edi. Lekin cho'ng ko'zlarining iqi bilan oppoq tishlari yo'l taqraydi. Qilin tom qoshlarning tegi ham uzun kirpiklargacha ko'mir to'zintillari singib ketgachga yuzidan farq etgili bo'lmaydi. Kömürçi bala to'mir kurakni joyiga qo'yib gavdasini ruslividi. Uning kang ham mazmut ko'kragi, egiz qomatlik simasi oyon bo'ldi. Kömürxonalarni ratlab qo'ydim. Bo'ldimi xon qiz? Pah, bu parxonalar ajabmi tinjiq ekan. Kömürçi bala yo'g'on ter tomchilari titrab turgan peshonisini olqinida surtishi bilan 5 barmoqning qop-qora izi tomga bosgandakla tushib qoldi. Naima chin ko'ngli bilan qoqoqlab kulibdi. Xuddi kashta ustiga gul qo'ndirgandek qora ustiga qora suvab texmi chiroyli bo'lib ketdingiz. Qarang buningga. Naima yanchig'idan kichikkina yumaloq aynigini chiqarib berib edi. Yigit qo'lining qorlig'ini ko'rsatib og'ilib unimadi. Shunga Naima aynakni uning yuziga yaqin tutib bergandi, bolami kulibdi. Uning kulkisi sodda ham samimiy edi.
Rastilla qizlar oshiq bo'lib qolgudek chiroyli bo'lib ketibdiman emasmi? Amisa meni ko'riblar qasdan suvapsiz-da. Albatta. Yigit hayyarlarcha cho'ng ko'zlarini olaydi. Sizlar qizlar suvsanglar bo'ladi ekan, biz yigitlar suvsaq bo'lmamdi ekan. Voy bala, biz nemini suvapdiq? Sizlar qosh kirpiringlarga suvaysizlar, sochlaringlarni bo'yaysizlar. Hatto ko'z yaxlaringlarni chektirib, yog'an manglarni qo'ndirilsizlar. Bu yog'an emas-ku? Viyay ma balani, so'ramisiz? Viyay ma balani, so'ramisiz? Neyme, nima deyishini bilemey qoldi. Onun bilan bu qandaq o'xshasin? Baribir o'xshash, lekin men ayiblayotganim yo'q. Qizning tuz ko'ngli, samimiyliklaridan yigit o'zining kimligini unutgan edi. Ishqilib, qora barliq ranglarning ichida ulug' rangdir. Naqshlarimizda qora ko'z, qora choch, qora qosh, qora kirpiklaring deb aytiladi. Teplarimiz qora to'xu, qora qo'y, qora o'g'loqning go'shini, terisini kasalga shifo deb buyuradi. Texi qora chumralardan dorilarni yasaydi. Xon qiz, o'ylab baqdingizmi? Ota-bobolarimiz nima uchun qora xon podsho, qora botur, qora ajim deb ismlarni qo'yishadi? Men sizga qora rangning ulug'ligi haqida ikkilik she'rlardan bir nechini o'qib bersam bo'lamdi? Bo'ladi, jinim bilan anglayman. Nayma hayajonlandi. Qani o'qing, quloqim sizda. Kömürçi bala go'yo uchishga taraddudlangan lochinda ko'krigini kerib yuqoriga qaradi. Uning ko'zlaridan hech qachon ko'rilib boqmagan otash ushqinlari sochiradi. Yuragi bo'lsa bir pak nazining parizat oldida ham xijillik ham talpinish iztirobi bilan simobdak titradi. Hatto u she'r o'qib beraymi deganiga pushaymonmi qilib qoldi. Amal qancha? Bu söz aytilgan yo o'qidek og'zidan chiqqan ekan, lafzi halol bo'lishi kerak-ku. Kömürçi bala gelini ruslab og'zini o'malladi. Ranglarda qoradin yo'qdir yuqori hech rang. Kim yuqori turmush aning yo'ldozi anjur savar. Qapqaraliqida fuzunroq barcha gullardan erir. Qora rayhon, anbar afshon, qora sumbul mushkibar. Haq dedi bag'i shehid avsafqida mudhammatan, kim qara degan bo'lur tashyid ila ay hushyor. Nayma qari yigitga tikilginicha turgan o'rniga uyibli qoldi. Bir ko'mürçi balaning og'zidan klassiklarning she'rini anglashi, yana kelib to'g'ri talaffuz bilan deklamatsiya qilishi Naymaga xuddi muz ustida gul ichilgandek, suv tegida qip-qizil cho'g'ni ko'rgandek tuyg'u ato qildi. Qari yigitning chiroyli simasi, ajoyib ro'shan cho'ng ko'zlari, keng ko'kraklari, mardlik ham jasorat yelinjab turgan chosi yuzlaridan ko'ra, uning aql parosati Naymani qoyil qilgan edi. U nima deb javob berishni bilmay duduqlab ketdi. Bu nimalarni deb ketdingiz? Nimandaq gapdan bolasiz? Etingiz nima? Etim To'qluq. O'zim Tarsu kentidan. O'zingizchi? Ismim Nayima. Urumchidan damog'li kelgan. Kechiring Nayima. To'g'liq endi esini yig'ildi. Sizning dehqon qizlarga o'xshash ko'nglingiz tayoqdek tuz, mijozingiz baxmi yiqishliq bo'lg'ashqa, o'zimni dangsimay xonpaga cho'riq bilan sakrabdiman. Xonpaga cho'riq bilan sakrabdiman degan qandoq gap u? O'zim bir ko'mürçi turg'uliq, sizdek chiroyliq, bilimlik bir qizga ba'zi qo'pol gaplarni qilib etibdiman. Texi o'zimni chaqlamay she'r o'qib ketganimni ko'ring. Yo'q, hargiz undoq demang. Siz bilan birdam gaplashib ko'nglim echilib qoldi.
men oshundaq osma qo'ymagan gaplarga amroq. Naima chin ko'nglidan yigitga qiziqsinib qolgan edi. Keling, do'stib qolaylik. To'g'liq o'ziga uzatib turgan oppoq nozik barmoqliq qo'lni ko'rib ikkilinib turib qoldi. Biroq qizning qat'iy ko'rishish qaysarligini ko'rib, ilojisiz qo'lini asta uzatdi-yu, qizning qo'lini tutolmadi. Ammo Naima shartli qilib To'g'liqning qo'lini tutdi. Kichik ham nozik alqonlar ajoyib kuchli, qadoqlashgan, qop-qora panja ichida yo'qolib ketdi. Ular birdilla qaqoqlashib kulishib ketishdi. Chunki Naimaning sutdek oppoq yumron qo'li qop-qora ko'mir yo'qi bo'lib ketgan edi. Ular kulkilarini bir hazor to'xtatolmadi. To'g'liq, boyiq she'rining yashmasini bilamsiz? Agar bilsangiz deb bering. Bilman, lekin To'g'liq chamak barmog'ida peshonasini tortildi. Nimaga ikkilanasiz? Bilganni demak shundoq tasmi? Tasqu emas. Ammo sizga deb bersam, xuddi payg'ambar oldida maddohlik qilgandek bo'lib qolarmanmi deb qo'rqid ekanman. Siz meni payg'ambardek ko'ryapsizmi? Naima qoqoqlab kulibdi. Ular ana shundoq chin ko'nglidan chiqarib kulishib, siri asra bo'lishayotganda, ya osti bo'limning tik talampiyidan bir kimning toqildab tushayotgan tevish keldi. Ondan kaltiyang havarang chaqmoq ko'nglak ustidan tasmaliq oq osma ishdan kiygan turdi Hasan eshik bo'sig'isida paydo bo'ldi. U bayila bina palampiyida turib, çayxonaning yarasti bo'limida kimgadir gap qilayotgan qizi Naimani havodandan ko'rib turgan bo'lsa-mu, lekin uning suhbatlashining kim ekanligini bilmagan edi. Shunga shahardan yoki Urumchidan izlab kelgan biror o'qimishliq yigit yoki biror shirkat direktori, hech bo'lmaganda restoran, mehmonxona xo'jayini bo'lishi mumkin. Kim biladi? Hukumat organlaridagi biror rahbar mutaxi. Qizim mendan opsidan xijil bo'lib uyga boshlayapti-da. Degandek o'ylab ko'nglidan kashgan edi. Ammo uning xom tamadi bo'lgan Isozodisining qop-qora talat bir ko'murchi ekanligini ko'rganida ko'zlariga ishonmay qoldi. Naima qizim, bu nima ish? Turdi Hasan To'g'liqning salomini mu ilik olmadi. Suhbatdosh tepilmagandek. Dada, bu kömürçü bala bizga kömür akirib berganti. Akirib bergan bo'lsa pulini bergansiz yoki haq illallohga bermagandi? To'g'liq go'yo qo'qqasini dastab turgandek to'lg'inib ketdi. U turdi Hasanning dotlashgan mustalangidek yalpang yuziga, qiyoq ko'zlariga, davomliq uchi qip-qizil shalvarab turadigan qapoq lozidek burniga tikilib qolganicha gap qilolmadi. Nomus qiling, qizim, nomus. Turdi Hasan To'g'liqqa maqtaq qadaldi. He, yana nimaga qarab tursan? Haqqingni oldingmi? Yo'lingga mang. Poqtashgan so'ymidek bezirib turganini qara. Dada, vaqirdi Naima. Bu arliqda To'g'liq yer osti bo'lmadan o'qchib chiqib ketish bilanla Naimamu uning oqsidan o'zini so'rg'ilib mangan edi. Turdi Hasan uning belikidan qapli qilib tutib oldi. Nega barsiz? Turdi Hasanning talabbozi qattiq edi. Ondan kechirim so'rg'ili. Bir zangi divonidanmi? Sizning nazaringizda divoni bo'lsa, mening nazarimda u bir odam. Bilamsiz, u kuchini xor qilib o'zini xor qilmagan g'ururlik odam. Qurib ketsin, undaq sapasiz g'urur. Haqiqiy g'urur odamni millioner boy bo'lishga, jahon so'rashga, davrning sarxillari bo'lishga undaydi. Arzimas bir ko'murchi bo'lishga undigan g'ururni g'urur degili bo'lamdi. Hammala odamning yashash mezoni sizga o'xshash pulni, amalni o'lcham qilavermaydi. Naima tunji qitim dadisining yig'iriga tegdi. Dunyoda ma'lum e'tiqod uchun hayotini do'g'i tikadigan,
bir kəşfiyyatni dəlilləş yolida ömrü boyu gurbətçilikdə yaşaydigan, avam üçün 10 ceni bolsunmu sep beradigan odimiylik, vicdan, g'urur, ko'ngil desa, o't dengiziga kiradigan ruhiy boyliqlarimizmi bor-ku? Ota balaning zanjirsimon munozirasi davomlashaverganmi bo'lar edi, lekin Xol'ayning siliq qadamlar bilan kirib kelishi ham uning chiroyidagi istehzo Turdi Hasan bilan Naimani pastgo'yga tushirib qo'ydi. Naima, "Jinim appa" degenicha Xol'ayning bo'ynini quchoqlab yig'lavetdi. "Qarang Xol'ay, bir qasmoq ko'murchi." Turdi Hasan emdila dodxo'rlik qilishig'ila Xol'ay "Bo'ldi qiling" deganda ko'z ishorati qildi. Naimaning mijoz xarakteri sizga ayon-ku apandim. Ko'murchi bola bilan ikki og'iz paranglashganda jahon ostin ustin bo'lib ketmas. Xol'ay judini o'rlab qolgandila erini ta'addi bilan apandim deb iltijo qilardi. "Men Naima bilan o'zim so'zlashib boqay." Xol'ay qizini oldiga silib yarasti uydan chiqib ketdi. Xotin eki bo'lsa eriga teki bo'lar degan gap bor. Lekin Xol'ay unda xotinlardan emas. U eriga ekilib, xo'ylanib, har xil nozik karashmalarning ishqa selib deganini qildiradigan xotinlar tipiga kirmaydi. Turdi Hasan mu xotinidan qo'rqib, ishdan beri yonga o'tib qoladigan erlardan emas edi. Onun birla ansiraydigani Xol'ay tanbih yeb, ranjib qolsa, eriga yuz turani bir nima demaydi. Lekin avaylab jimg'ur bo'lib elib, kunlarini bir unda, bir tunda o'tkazadi. Bo'libmi Turdi Hasanning eng uyatliq mehmonlari kelganda chiroyi echilmay buruqtirma qilib etadi. Chunki Turdi Hasanning amaldor, sodigar, boy haqam soyilari oldida o'zining yosh, chiroyli ham sumbatliq ayolidan faxrlanadigan odati bor edi. Bularmug'u taroz bosqidek cho'q ish emas. Turdi Hasanning tilini bog'lab, yuzini sharmisor qiladigani bir necha yillardan beri mijozining birdilla zaiflashib, yosh xotinining oldida hech nimaga arzimas lotqoziqqa aylanib qolishi yomon bo'ldi. 59-60 degan hozirgi zamonda unchavala qo'rqib ketgidek cho'ng yashamas. Lekin o'zim topgan baloga, nega baray da'voga degandek Turdi Hasan bu sharmandachilikni o'zi tilab topgan. Uning xizmatdagi qulaylik huquqidan naf olgan ham olmoqchi bo'lgan nafsi yomon lahanglar. Og'zi qon bo'rlar uni sangla monchilarga, ulab huzurlantirish, qo'shtan oromgohlarga, kechilik bazmxonalarining ayrim xonalariga har xil usullarda ko'ndirdi. Vaqtni uzunga so'zadigan ximiyalik dorilar bilan o'xshamagan millat nozininlarining payzini surgizdi. Bu ximiyalik dorilar uzun o'tmay uning a'zolarini zaharlab kordan chiqardi. Shunga u dori ichsami keyincha Hündige sönde bulmaydigan, hatta bu dünyada şerin lezzet daqiqalar huzurunu sürüp bakmagandek onun his tuyg'ulari tunjiqib ketdi. Xayriyat. Azaldan ilman xotin bo'lib kelayotgan Xol'ay uchun bu azoblangudek yo'qdi hisoblanmadi. Uningsizmi har kechasi o'zini zo'rlab erining qo'yniga kiradigan, yolg'on noz, sun'iy hijish bilan ko'nglini oladigan, lekin yurigining qat-qatlarini aqtiribmi chin suyishning zarlarini topqilib bo'lmaydigan bu xotinning kun seri so'lib ketayotgan ko'ngli uning o'chmas chanqoq tashnoligini, ayonliq o'tliq intilishlarini o'chirishga ulgurgan edi. O'lganning ustiga tepgandek erining qilib yurgan noshoyon ishlari Xol'ayning ko'nglida qilib qolgan ozg'ina er-xotinlik saman cho'g'nimi to'zdirdi. Shunga bir chog'larda tatliq akilish, nimalarni va'da qilish, sirliq pichirlashish, qonmay suyishish, ovozlarga bir xilda g'ichirlashlar tankash bo'ladigan qo'sh kishilik oliy karvatdan hozir qo'pol xo'rak ovozi bilan yumshoq pushuldashlar anglanadigan bo'lib qoldi. Burun nafis ziynatlangan keng ozodi karvatning o'ttirsig'i silinadigan yotgan ko'pilar amdilikda ayrim-ayrim silinadigan bo'ldi.
Bir-ikki qatim turdi Hasan o'zini chog'lamay Xol'ayning yotqani ichiga kirdi. Andin soatlab mehr shafqatlarini yog'dirgan bo'lsa-mu, u terlab sug'utchilishib qoldiki, yosh ayolining bog'i erim bo'stonlaridan gul uzanmadi. Her qancha yaxshi ko'misimu er badanining sehriy huzuridan yumron tallari larziga kelgan Xol'ay oxiri chidamay, "Efendim, o'zingizni bunchalik sarosimaga sanmang. O'rningizga kirib uxlang." Dilqut xazinasi oqsini qilib yetib oldi. Ko'ngilsiz xiyollar ilkida birdamdala chiroyi tatirib ketgan Xol'ay qizi Naimani boshlab o'zining hujrasiga elib kirdi. Bu hujra chet eldan maxsus akeldirgan suz hol rang yipak to'rlar, divan, karvat yopqichlar, issiq ham sovuq shamol purkaydigan havo tangshigich, televizor, unalg'ular bilan bezalgan bo'lib, chilon rang polga Turkiyaning gilimi selingan edi. Hujraga bir xil havo tozlaydigan suyuqlik purkalgachga, bakmi illiq yet dimoqlarga urilib, odamni ruhlantiradi. Lekin nima uchundir bir g'uvolliq ko'nglini xira qilib turgan Xol'ayni bu nafis bezalgan hujra ham mazilik turoqla ruhlantiramadi. Shunga aksicha uning ruhiy eg'irligini oshiribdi. Shunglashqa qizi Naima bilan yolg'iz kishilik divanda yonma-yon o'ltirgan Xol'ay bir haza jimib ketdi-da, "Tavba qildim, Xudoyim", deb eg'ir o'ksindi. Darvaqa Tangri beshimizda qarab turdi ekan. Bizning xuy-paylimiz, yaxshi-yomon niyatlarimiz gunohi kabir, gunohi sag'irlarimizni peshonimizga putdi ekan. Xol'ay boylar ravaqda o'ltirib rivoyat qissalarini angladi ham ta'sirlanganligidan xonbonuning ko'ngli o'tinchiga tushgan bo'lsa, siz ko'murchiga oshiq bo'lib qolmasangizlar bo'ladi-ku, deb soldi. Ko'nlarning og'zingdan soat chiqib ketmasin degani rost-kanda. To'g'ri, uning so'zining uranidan ko'murchini pasliganlik, xo'rlaganlik, ko'zga ilmag'anlik chiqib turmamdi. Shunga Allah Naimaning ko'ngliga birdilla ko'murchining ishqini sep qo'ygan bo'lsa-chi. Bu o'sh bo'lmang, giribtar bo'lasiz deb bishorat berganimi-ya? 44 yoshli hayot musofasida ikki erlik bo'lgan, ammo erdan baxtini topolmagan, husn fazilati barqaror bu mazlum 20 necha yillardan beri beshiga kelgan kulfat, nadomatlarni bara-bara Xudodan ko'rdi ham Xudoga tevindi. Onundan madad tiladi. Ta hozirgacha hamma orzu, umid, tilak istaklarini bir Xudoga topshirdi. Ammo Xudo hozirgacha uningga biror baxt rujaklarini ko'rsatgani yo'q. Adnasi qaramoqning qasriqidek bo'lsa-mu, umid zarlari bilan uning qorong'ulashib ketgan ko'nglini yo'rtib qo'ysa bo'lardi. Nimani degan bilan u bir ojiz emasmi? Naima qizim, so'radi Xol'ay yoshli ko'zlari bilan. Dadamizning deganlari men bu ishonmadim. Appa, nimalar deydigansiz? Naima duduqladi. Men shundaqmi qilamanmi? U bir ko'murchi bola-ku. Rastaysiz qizim. Dadangiz o'shqcha o'ylanib ketgan o'xshaydi. Xol'ay qizining beshini siladi. Dadangizning mijozi sizga ayon. U yuz obro'y, shuhrat, inovatga jonnimi tegishadigan odam. Hey, Naima qahri bilan dimiqini qaqdi. Oningda shunchalik vijdon, g'urur bo'ldigan bo'lsa, meni heliqi oltin kanning xo'jayinining 40 yoshli xotinboz o'g'liga soy qilmasdi. Osmondan bir tog'a terix to'kvatsa yerga tushmay, yuzida to'xtab qoladigan cho'qirmozga. Bu oldi qizim, tagisang terix bo'lar degan gap bor. U ishlar to'g'riliq dadingiz bilan qanchalik o'rtib bo'lishdik. Hozir xiyolala in'amga patqanda qiladi-ku. Ish qilib ko'murchi bola to'g'riliq bo'lgan o'qishmaslik aydinlashdi. Ammo u ko'murchi bola
Nəyimi özü gap qılıbatqandək asta pichirladi. Zirək, aqılliq, xushfe'l, qisqasi shahar ballarga o'xshashmaydigan xislatlik bor ekan. Xalay qizining shivirlab aytgan gaplarini aniq angladi. Anglapla qolmay, balki kelish oldida turgan bir judunning shapsini sezgandek bo'ldi. To'g'liq xalta ko'mirlari setilib quruqdilib qolgan harbisini ho'yliga akirganda, quyosh cheksiz etizlarning yiroq iznilariga bosh qo'ymoqda edi. U tarafdan Eron daryosining Tarsu kanti yorliqlariga urilgan shovqin ojiz anglanib turadi. To'g'liq, "Dada, hey dada!" deb vaqirganicha harbisini ot eg'ilining qishig'i qaydirib apadi. Ondan etini harbidan chiqarib Tömür tağaqda rasa tatıldı. Köp atmı qıçışqan yerleri aram tapqandek kerilip turib bədi. "Hə, burader. Köp yön, çiville çaqqan yerlerinin qıçığı besilib, huzurlanıp qalğan sənə." Toğluq etinin boynuğu şapılaqlap, pişanlısını sılap, əkilərkəndən keyin eğilға əkirib qantırıb qoydu. Otni səfərdən kelibla ot yoki soğuk qoymaydı. To'g'liq o'g'izidagi kaptaxonaga qarab xotirjam bo'lgandek kulib qo'ydi. Chunki o'g'izida bir necha na kaptar, moda kaptarlarni buqildab qo'g'lab yuradi. "Dadam daryo bo'yiga ketganmidi yoki etizga ketganmidi?" Tuyuqsizlab vahimalik bir xayol ko'nglidan kashgan To'g'liq ushqandek uyga kirib ketdi. Ham xayol bo'lmayla qaytib chiqdi. Bu chog'da qog'chirab ketgan ko'ni darvozani g'ochirlatib, oppoq bomba soqollari maydasida yeyilib turgan 75 yoshlardan oshgan Amrulla Tambir hossini to'kildirib ho'yliga kirib keldi. U To'g'liqni ko'ribla xushallig'i yuziga tepdi. Uning echilgan kevaz g'o'zisidek oppoq qoshlari ostidagi ro'shan cho'm ko'zlari kuldi. Kulish bilanla ko'z quyruqlari, peshonalaridagi qo'riqlar bir yerga yig'ildi. Boy haqiqatan gavdalik, tembel bo'lib qolmay, uning xushfe'l, xushchaqchaqligi turqidan bilinib turadi. "Mushara, o'g'lim, saqam, polvonim, ko'mirlaringni tugitibsan-da." Anam. Boy yirik alqanlarida To'g'liqning beshini silab peshonasiga suydi. "Sana bir xush xabar. Heliqi oliqog'i bilan mollaqchi bugun tushda bolaladi qara. Neçeden başqa chiqiribdi?" To'g'liqning suz kayfiyati buvayning diqqatini qo'zg'adi. "Oliqog'i deganning 3ni, mollaqchi 2ni." Buvay o'g'lining g'amkin chiroyiga san soldi. "Bek yaxshi bo'pti. Ularning birinchi qatim ona bo'lishi degani dada." To'g'liq yuzini qochirdi. "O'z ko'zing bilan ko'rib boqmamsan bolam." Buvay o'g'izini ema qildi. "Qachonmi boshqa chiqira deb taqozo bo'lib eding?" "Ma'qul dada." To'g'liq xushyoqmagandek o'giz tarafga mangdi. Amrulla Tambur dimiqqadek bo'lib uy oldidagi kavu baran ostiga keldi. U supiga o'tirib etib cho'nqir tinib qo'ydi. Bu balaga nim bo'lgandi? Amrulla buvay erinchaklik bilan shotiga yomishib ketayotgan To'g'liqqa qarab qo'ydi. Her kuni saharda kaptarlarini ko'rishga oldirab, shotining 2 baldiqini bir atlab dastaydigan. Bugun bo'lsa boshqachalar. Ah xudo, mushu yetim o'g'limning baxtini o'ziga yor qilg'aysan. Buvay qaysidir bir oyatni ichida zikr qilayotganda To'g'liq katakning shodiliq ishigidan qisilib kaptaxonaga kirdi-da, michchida yig'layotdi. U o'nining sirtqa chiqib ketmasligi uchun og'zini tutib olgan edi. Sizlarning ona bo'g'ininglarga muborak bo'lsin, dedi To'g'liq uvusida bolalarini besib yotgan 2 kaptarga qarab. "Men sizlarga bugun bug'doy chechib beray. Yoki sizlarmi ko'murchi balo deb yaratmamsizlar?" To'g'liq boshqadilla o'pkisini bosolmay esadib ketdi. Shundaqdimi u yoshlarini surtib,
Ko'zlari qurigandan keyin kaptaxonadan chiqib hovliga qaradi. Eshik oldidagi challib baranga yamashgan kava pilaklari sap-seriq chechaklar ketgan bo'lib, toki uy o'gizlarigacha pilak yaygan edi. Hassiga engak taraf o'ltirgan buvayning boshlarida texi chechkidan ayrilmagan cho'ng barmoqdek mantikava xamaklari eslib turardi. Dada! Tuğluq ünlügrek to'ladi. Dada, uxlab qoldingmi? Ha, sen miydin? Tova, ko'zim ilinib ketibdi. Ig'ir xayolga patgan buvay aslida mugdab qolmagan edi. Ha, balam, kaptalaring qandoq turibdi? Ola qog'i bilan mollaqchini mubaraklab qo'ygansan? Ko'z nuri ham zehniyotidan qonmagan buvay Tuğluqning ko'zlaridagi qandoqdir shapini sezgandek bo'lgan edi. Shunga o'g'lini xijil qilmasligi uchun bo'lsa kerak, iloji bor Tuğluqning chiroyiga qaramadi. Dada, bugun sana nima tamoq etib beray? Balam, tunugin etgan kesgan lag'mining rosa o'xshab ekanligini. Buvay tamoqlarini chaqaldatib qo'ydi. Bugunza jangdo purchaqlarni silib o'xshab bir suiqash ishmaydimi? Qandoq dedim? Men 30 yoshlik chiqib boqay. Biror tamoqliq tushganda o kasopatlar. Sarachilikda yer har holda keng tashchilik edi. Darvozaning oldidagi 2 pontdan ko'proq yerning atrofiga yosh ko'chatlar tikvitilgan bo'lib, o'ttirisi 30 yoshlik edi. Bundaq 30 yoshliklar boshqa dehqon hovlilarida asosiy jihatdan bo'lmag'achqa, atrofdagi qo'lim qo'shinlar amrillar tambirdan o'tni yerim qilishadi. Ular "Voy, Tuğluq ajab qo'li ishliq bola bo'ldi. Birdam yerimdam jim turmagan. Qaranglar bu 30 yoshlikning saramjonligini" deb maqtasa, qeyri mo'maylar "Qo'ymara" deyishib, tamoqlarni biroz chekildirib ketishadi. Demisimi, reti bilan ko'kirib turgan pedigan ko'k mush, karabsha, yesivilak, kudilar, xuddi ko'k marjandek shoxlarda tugur-tugur esilib turgan sho'xliq o'rilari, jangdo purchaqlar Tuğluqning ishchan qo'llari barpo qilgan emgak mevalari edi. Hovlidagi supaga supra silib, bir aplik xamir yeyotgan Tuğluqni ko'rgan har qanday odam uni Xudoyim, ayol kishi qilib yoritib qo'ygan bo'lsa, xo'yma chaqqan kelin bo'g'idek degan bo'ladi. Mana Tuğluq bilan Amrullah Tambir donim mo'may o'lib ketgan 14 yildan beri ana shundoq nim nim ayol bo'lib yashab kelayotdi. Amrullah Tambir Tuğluqni o'ylab qo'yishni o'ylamadi, emas, o'yladi. Hatto kaptaxonaga yondab tomlarini so'qib 2 yig'iz ulini tiklab qo'ygan ekan. Lekin Tuğluq qayish qilmadi. U o'ylanishning kepi chiqsala, "Voy dada, bo'ldi qig'ina, bir o'mdan ketyapmandiq" deb buvayni eg'iz ochqizmaydi. Ilojsiz qolgan buvay Tuğluqning og'aynalari Munur, Pida, Zehrilardan gap etmoqdi. Lekin ularmi hech nima bilmaydiganligini aytib murisini chiqarishdi. Shundan boshlab buvay tushi buzilib qolgandek undoq-mundoq gap ichib qo'ymasa, boshqa chaqlarda o'g'lining o'zining gap etishini kutib kelayotdi. Demisimi Sahraning qizlari g'alatilar. Ular o'zlariga elchi kirishini taqozolik bilan kutadi. Erning bir xotinning hudisidan chiqarlig'uchiligi bo'lsa, aqalli talab. Xotinini baqalisli bo'ldi, bas. Ular bo'ptilar, tegib baqmamdim. Keyinchi bir gap bo'lar deb taqdirga tavakkul qilishadi. Hatto ba'zi burni ketgan yigitlar, "Hey, bugun kecha qo'noqqa suv tutaman chiqalamsan?" desa, yuriga tipsaklab ketgan qisir cho'kan oldi oqsiga qarmaylar. "Yana o'tgankidek olmaydigansan" deb qiljanlaydi. To'g'risi ularda muhabbat, nafrat, haq-nohaq, vijdon, diyonat ko'z qarshi yo'qdek, turmushga intayin mas'uliyatsizlik bilan qaraydi. Shunga hozir u yoqqa qarasa otasiz, bu yoqqa qarasa onasiz yetimlar borgan seri ko'payyotadi. Endi sahroladimi axloq fazilatlik, og'zida iymon, dilida diyonat yoltirab turgan qizlarmi ko'p.
Biroq ko'ngil degan oshundoq sirkisi suv ko'tarolmaydigan nozik nima ekan? U xolimisi nima chora? Qandoq amal bor deysiz? Shunga tug'liq yapsam pishamu, ko'psam pishamu deb 27 yoshga kirib qoldi. Gerçi u kömürçü bala bo'g'ini bilan turmush masalasida temirchi baladinmi ortiq irodasi qattiq edi. Belqut şirketida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bähramnىڭ Kömürçü bala nomli romanini bugun mushagacha anglatdik.